Sizlar bilan birga 200 yillik Cobalt mototsikletni to'g'risida gaplashamiz akalar. Ko'rsangiz bo'ladi. Bu tomon tablolar qon elektron akalar. Uning narxi juda ham arzon chiqqan. Narxni video qilib ko'rsatamiz. Video qilib ko'ringlar. Old tomonda ko'rsangiz bo'ladi. Farallar chotki bo'lib chiqqan. Endi farallar polni diodli, o'rtasida nimalari ham farallar kakol-jinoda va qo'shimchasiga o'zini yana qo'shimcha farallar ketilgan akalar. To'g'ri ko'rsangiz bo'ladi buni. Akalar buni nimalarini katpultlari ham chotki bo'lib chiqqan. Yana buni bemalol pultni o'zidan qilsa ham bo'ladi. Tormozlari jitkisi bo'ladi. Kontrol-sessionni ko'rsangiz bo'ladi akalar. Bu tomondan ham bo'ladi akalar. Arqa tomon dizaynni juda ham chiroyli qilib chiqarilgan. Arqa tomon farallarni ko'rsangiz bo'ladi. Farallarning dizaynlari namanli bo'lgan akalar. Bu tomonda katta gulshutrlar bor o'zini. Akalar bu modelimiz naftga yoki nasiyaga olsa ham bo'ladi. Через opinatsiya orqali beradi. Undan 12 oy, 24 oy, 36 oygacha chiqarib beriladi akalar. Unda sizlarda dokumentalniy ishlangan bo'lsa, o'sha orqali chiqarib beriladi. Endi bitta pasport orqali olsa ham bo'ladi akalar. Unda o'sha limitlar yetadigan bo'lsa, o'sha orqali chiqarib beriladi. Bundan akalar 500 so'm bo'yicha dastavka qilib beramiz. Narxi keladigan bo'lsa akalar 1900 dollardan qilib beriladi. Ya'ni ozgina o'tib beradigan joylari bor akalar. Pastni tezda telefon qilib zakaz qilsangiz, operator ham javob berishadi akalar.